o'tiribsizmi? Yana telefonda o'tiribsiz. Ertalabdan kechgacha shu ahvol. Bo'ldi, yetadi. Narsalaringizni yig'ingda suring bo'tda. Menga qara, yalmog'iz. Bu uy meni uyim. Nima? Yalmog'iz? Вообще-то men bu notebookga turgan stol meni stolim. O'zimning pullarimga sotib olganman. Voy bu, olgan stoling devan ham bo'lar ekan, ha? Mana ham sana puling kelgan ekan, jonim. Ol. Yaxshi yot. Abosikim, to'ydan keyin men uyda o'tirmayman. Hamma rasxodlarimni o'zim qilaman. Manikyur, pedikyur o'zim qilaman. Короче, uyda o'tirmayman. Ko'chaga chiqib ishlab, tidim biznes lady bo'laman. Ey! Sanmi? To'ydan keyin uyda o'tirasan, bir qadam ko'chaga chiqsang, oyog'ingni urib sindiraman, tushundingmi? Siz psix bo'lib qolibsiz. Bizga срочно psixolog kerak. Kelinglar. Nima xizmat? Yaxshi bo'lsangiz, men короче bularga aytmayman. To'ydan keyin hamma rasxodlarimni o'zim qilaman. Ko'chaga chiqib ishlayman, tidim biznes lady bo'laman. Shularni gapirsam, ular asabiylashib ketibdilar, tushunmayman. Sen jinnimisan? Buni to'ydan keyin qanday baqasa, erkak g'ururi bor bu choyxonada aytay, qanday betini ko'taradi, xotinni baqqan deydimi? Bir chiqib ket. Yo'qol. Ketgan ketar men shu yerdaman. Mensiz bitira olmaysan-la, shu har kuni men borishim kerak. Shuncha payt nimani o'rgatdim o'z sallaga. Bo'pti, hozir boraman. Voy. Telefonlari qolib ketdi-yu. Telefonim. Titiymikan? Yo'q, qo'y. Oilamiz buzilib ketmasin. O, bepilisa, men seni yana bir marta yerim oldida ko'rsam, nosflidiga tufton qilib qo'yaman. O, eshit, ne? Voy maraz. Men bu yerga kelingsiz. Bizga qarang, hozir qizlar bilan gruppada yoshvamizda ertaga o'tirishga borishimiz kerak. Video tashlayman gruppaga, siz podgrafiya qilib berasiz, tipa menga pul berayotgandek, okey? Menmi? Ha, siz menga pul berayotgandek bo'lib qo'yib berasiz. Meni pulim o'zingga berishga? O. Eke. O'lgur. Men hozir sharoit yo'ligini. O'zimga berasan, har doimgidek o'ynab ber, bo'ldi. Erkakka o'xshab. Hop. Девчонки, всем привет. Jonim, men pursanga rasxodlaringga. Voy jonim, rahmat. Jon, bu kam-ku ko'kimga yetmaydi. Men ozgina bering. Voy jonim, rahmat. Nech pul chiqaryapsiz? Nech pul beryapsiz? Mami ham senga. Voy jonim, rahmat. Ertaga yangi ko'ylak olayotganman-da. Завтра встретимся. Pulni ber. Nima? Pulni ber, hozir bergan pulim nima bo'lardi? U meni pulim уже bo'ldi. Qo'lingizdan chiqdi ketdi, tushundingizmi? Yo'q pul. Pulimni ber, Solixa. Yo'q pul. O'lgur, o'zi 2 yil deganda menga 200 ming so'm berding, bilasanmi? Ko'zimga shu ham bir 2000 dollardek ko'ryapti. Menga bu pulini ber. Onam, charchamayapsizmi? Yordam kerak emasmi? Yo'q, bolajonim, o'zim qilaman. Men so'ng bo'lmadingizmi? Yo'q, bolam. 5 daqiqadan so'ng. Voydod, 3 ta o'g'il tug'gandan ko'ra bittasi tug'sam bo'lmasmidi? Molda farqiga o'tirishingni qara. Hatto yig'ib qo'y stolni, ey xudo. Nimaga menga xudo shuncha jazo bergan ekan? Ey xudo, bola tug'ildim, men rohat ko'rmadim. O'zingga bilaman, kechasi bitta qiz bilan ko'rdim uyimni. Uyim oldida bitta qiz bilan o'tib ketdingiz, nimaga? Xiyonat qilasiz, mismosga shu narsalarni tushuntirib beraman. Podpiskangizdan birorta qiz o'tmishim. Nima yo'q, podpiskadan birorta qiz olib tashlamadingiz. Men o'sha qo'shnilarni urib ketdingiz. Bo'ldi, men siz bilan ajrashaman. Bo'ldi, hamma narsaga nuqta qo'yaman.